Pupin shahri. Xaybov atritidikilar zerakchoqlarning qimmatli kitobini izlash safarda davomli sharqqa qarab ilgarilayotdi. Yangi safar ustida noma'lum xatarlar ularni kutib turadi. Nima degan mazalik? Bakla yegim kelyapti juma. Nima degan mazalik? Şenu taşpaqsi, köl boyda yürüp manzirlarni tomosha qilishga amroq. Mushunda qara verib nurg'un yillarni o'tkazdi. Onun qaltis maharati tuman purkish. O purkigan tuman ranglik Hasan Husandek chiroyli ham ko'rkam. Ozroq beshim qo'yib ketyapti. Sonim bo'ldi. Qaybo, zoda nemish bo'pti? Şanu taşpaqısının deyişçe Jigo arlıda tuxum o'g'irlaydigan o'g'ri paydo bo'lib qopti. Tuxum o'g'risi? Pepe, biz cho'qim oraldagi Jigo qushlarga yordam qilaylik. Balalarni o'g'irlab kelsalar bekmi bechor bo'lib qoladi ekan. Bo'ladi, amsa tezak Jigo oraliga qarab yo'lga chiqaylik. Hey? Başlayaq. Bizning yasinishimiz chiroyli bo'lgandi. Albatta, kelishgan yigit yasolsa tekini qoplab ketadi. Bu yaramaz ablaqlar. Başlayaq. Bu yerda nima ish qilamiz? Halqaliq paytda yana kelishgan yigit, men o'tirib chiqaman-da. Bu Jigo oralida tuxumlar bor. Ularni qo'lga tushirsak-la, buni Xaybov atritidagilarga taqobil turishga sirli qurol qilib, ularni yo'lini to'siya olamiz. Asli biz tuxum o'g'irlaydigan o'g'ri ekanmiz-da. O'g'ri. Aç tuxumlar shu. Tezroq amal qilmamsan. Başlayaq, sizdek oldirang'ochimi? Qarang, eng yangi kashfiyotim darajasidan tashqari qo'l. Buni bir bossaqlar, hammasini o'g'irlay oladi. Ay?
Yana men aqllabchiman. Shundoq yaxshi amalni o'ylab topdim. Buning samiri nima alaqsi yerda? Beş, dört, üç, iki, bir. İtin başla. Başla. On tarafına, on taraf bize. On tarafına da. Bomba da. Yani on tarafına. On tarafına. On tarafına. On tarafına. Sağda kaç tarafta? Sol taraf gerek. Sol taraf nimanda. Nimanda dursa. Sol taraf ne dedim ko? Sol taraf ne? Sağda kaç tarafta basma. Sol taraf ne? Sol taraf gerek. Ben kızlık bunu dike. Aman koş. Beni ekmek kırışık demedin mi? Ögür koş beni ekmek kırıvacaksın mı? Beni yeni bir ekmek kıpaka. Ekmek kıpaka. Ekmek kıpaka. Hech qancha kuchimayla qo'lga tushirdik, ha? Hamoqat qush, yana nima ahmoqlik qilib yuraysan, ha? Boshliq tuxum desa kichik qizning birini chiqiraydi dedim. Voy tangrim, menga agishib yurganiga shuncha uzoq bo'ldi. Yana shuncha do'tkansan. Boshliq, ishimiz chatoq. Xaybov atirdigilar qirg'oq chiqib kelyapti-da. Ularni jigo'rliq ketdi-da. Rahat, diqqat. Birinchi darajalik tayyorlik oldiga o'tinglar. Nima degan qo'rqinchli? Shome, qo'rqma, men seni qo'g'dayman. Ko'pchilik yerimda turmay yiroqlab ketmayli. Ben ağrıp gitti, bunu bilsem herkes gelmez. La qarangla, men tuxum tepib oldim. Oxir topdim. Meni qo'yinglar, meni qutqizinglar. Qo'doni kim tutib ketdi? Qarab boqay. Jigo qushi o'rmonlikdagi jigo arlada makonlashib yashaydi. G'alati yeri o'zini daraxtning orasida chang'i qilib yasaydi. Asosiy mahorati quyundek kuchib itilib kelish va g'azab bilan qamollash. Chatoq bo'ldi jigo qushi qo'dini tuxum o'g'irlagan o'g'ri deb qolgan o'xshaydi. Tuxum o'g'irlagan o'g'rini tutamadi. Qo'dini jigo qushi tutib ketdi. Hamma tezroq amal topsanglarchi. Qurg'onda biz avval jigo qushini tepib, uningga aniq tushuntirsak, ondan qo'dini qutqiza oladigan o'xshaymiz. Mangayli, tezin jigo qushini tepib kelayli. Maqul. Meni qo'yinglar deyman.
Hayada. Tez gelip beni kutkusaydınlar. Menin kırsıkım ben geçip gitti. Başlayıp. Fırsat geldi. Hey! Bizga fursat keldi. Bechara bodek saqlab turgan, ha? Men Xaybov atrofdagilarni bir yo'ldala qo'lga tushiraman. Siyrakchaqlarning kitobini izlayman deb xom xiyol qilishmanglar.